Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda internet olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sport Plus kanali oilasi a'zosiga aylangan har bir kishi biz uchun juda ham muhim. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi, mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, men bugungi dasturimizni boshladim. Qadrli do'stlar, xabaringiz bor, o'zbekistonlik MMA jangchimiz Doston Bozorov Octagon Liga bilan shartnomasini uzaytirmasdan kamarni vakant qoldirib UFC ga yo'l olgan. Ammo hozirda hamyurtimiz navbatdagi jangini 1-fevral kuni o'tkazishini ma'lum qildi. Marhamat do'stlar, videoni o'zingiz tomosha qiling. Assalomu alaykum hammaga. Jangimiz sanasi ham chiqdi. 1-fevral Marina inshaalloh. Hammani kutaman. O'zim ham sog'ingandim, ko'pchilik sog'indi jangimni. Xudo xolasa yana bu safar ham bo'y-bo'dasini qilib sizlarni xursand qilishga harakat qilaman. Xudo xolasa hamma ishlarni yig'ishtirib 1-fevral kuni Xumorinada ko'rishamiz inshaalloh. Haqiqiysi qaytayapti. Qadrli do'stlar, bundan tashqari 1-fevral kuni bo'lib o'tadigan Octagon Liganing rasmiy posterini e'lon qildi. Ya'ni bu posterda juda ham zo'r janglar o'rin olgan, ya'ni Jasurbek Jo'rayev, ya'ni Jasurbek Tyson bilan Kamil Karate jang olib boradi, ya'ni ikki shoumen o'rtasida o'zaro jang tashkillashtirildi. Qadrli do'stlar, aynan siz qanday fikrdasiz? Aynan mana shu jangda Jasur Tyson yuta oladimi Kamil Karateni yoki Kamil Karate g'alaba qozonadimi? Albatta shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va albatta hamyurtimiz Jasurbek Jo'rayevga omad tilagan holda kommentariyaga tushib, olg'a Tyson, olg'a Jasur deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Hormang. Shunga o'xshagan videolarim ko'p tarqalyapti-da. Shunaqa zamonlarga ham yetib keldikmi? O'zimda xabarim yo'q bunaqa qizlarim borligidan. Qanday borki? Rasmlarim maza qilib yuribdi, mana bir. Yomma. Ishoninglar, tavba qildim, menki bo'ydog'man, uylanmaganman. Agar borki ba'zi bir oilaliklarni buzoradigan videolar taxlanyapti-da. Menga qizig'i yo'q. Shuncha narsadan o'tib kelib, shuncha narsaga chidaganman. Bunaqa fik narsalarga chidamayman. Lekin borki Jaji Chepi shunaqa narsalarni chiqaryapti. Nima deydi? Sun'iy intellekt. Vahshi qoyilman borki, tavba qildim, astag'firullah. Qanday zamonga ketyapmiz hali? O'limimizni oldindan aytib beradigan narsalar chiqib ketmasa bo'ldi. Yashashga ham qiziq qolmaydi-da. Qizlar bu narsaga ishonmanglar. Bu fik. Qadrli do'stlar, bugungi videoda yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Sport Plus kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.